Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, qadrli aka-ukalar. Kabinali variantda benzinli hamda tokli mototsiklimizni qisqacha obzorini qilib beramiz do'stlar. Bizni yangi tomosha qilayotgan aka-ukalar obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'raymiz. Videomiz yoqsa like bosib qo'yishlaringizni so'raymiz do'stlar. Xo'p, modeli Cavalon do'stlar, Cavalon. Benzinli variantdagisi. Xo'p. Motorlari benzinli 300 talik, 300 kubalik motor bosilgan. Tezliklari 80, 90 atrofida harakatlanadi. Kuzov razmerlari 2 metrga 1.40 lik kuzovli do'stlar. 2 kishi bemalol olib harakatlanadi. Tonnasiga 2 tonna yuk ko'taradi. Narxini naqd pulga do'stlar $2700 qilib baholadik. $2700 ga naqd pulga xudo xolasa kimgadir yoqsa dastavka qilib beramiz. Dastavkalarimiz tekin do'stlar. Panejni qo'yilgan, o'sha zadniy mostni o'ziga panejni qo'yilgan. Panejni повышение. Dokumentlari joyida qilib beriladi do'stlar. Olib borib biz dokumentlarini qilib beramiz. Ranglaridan ko'k rangi, qizil rangi bor do'stlar hozirda. Xo'p, elektriskiy mototsiklimiz. Kuzov razmerlari 1.30 ga 1.80 lik kuzov do'stlar. 1.30 ga 1.80 lik kuzov. O'sha 6 ta akkumulyator bosilgan. 60 km bir zaryadkasi bilan yo'l bosib beradi. Harakatlanish tezligi 50 km do'stlar. Buni narxini $1700 deb baholadik do'stlar. Qaysidir texnikamiz yoqsa zakaz berishlaringiz mumkin. Kreditga, naqdga xudo xolasa prechistleniyga qilib beramiz. Kreditlarimiz ochilgan. Kreditga olish uchun mahallada hokim yordamchisidan tavsiyanoma ajrattirib, yagona darchadan ключ parol ochirasiz. Pasport bilan bizga tashlab berasiz do'stlar. Shartnoma qilib yetkazib beramiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Videomiz yoqsa like bosib qo'yishlaringizni so'raymiz.